Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Yangi qo'shilganlarga xush kelibsizlar. Ismim Miraziz, yoshim Xudo xolisa 33 ta. 3 bolani otasiman, bir ayolli eriman. Mana shu qizalog'im bilan chiqqanman. Hadi baqa, assalomu alaykum. Mana qizalog'im bilan chiqqanman. Bu yerda mana o'g'lim, katta o'g'lim 11 yosh. U maktabda. Qo'yayotgan videolarimdan maqsad odamlarga yaxshi kayfiyat ulashish, mehr oqibat, bir-birini tushunish, er xotinlar baxtli yashashi. Aynan shu er xotinlar hech kim aralashmasdan birga baxtli yashashi. Shuning uchun hammalarga omad tilab qolaman. Xudo xolisa yaxshi videolar qo'yib, kayfiyatingizni ko'tarib turaman. Qizim, xayr qil. Xayr qilib qo'ygin. Nima qil? Xayr qilgin.